Davom etamiz. Y gram mis, X gram 42% nitrat kislotada eritildi. Natijada 0,8 mol kislorod tutgan azot 2 va to'r oksidlar aralashmasi hosil bo'ldi. Demak, misning 2 xil nitrat kislota bilan reaksiyasi ketgan, ya'ni suyultirilgan, konsentrlangan. Suyultirilganda azot 2 oksid chiqqan, konsentrlanganda azot to'r oksid chiqqan 2 xil gaz chiqyapti. Hosil bo'lgan tuzlar, ya'ni miski nitratlar parchalanganda 56 gram, ya'ni o'zi miski nitrat parchalanishidan miski oksid hosil bo'ladi, 56 gram chiqibdi. Va uni to'g'ri molni topadigan bo'lsak 0,7 mol mana miski oksid bo'ladi. Buni yozib qo'ydik. Sertifikatda yozmishda siz bir boshdan tartib bilan yozishingiz kerak. Va misol uchun men sertifikatga kirib chiqqanda mana shu reaksiyani mana bu ko'rinishda yozganman. Chiroyli yozsangiz va qanaqadir boshqacha usullardan foydalanib ishlasangiz, bilishimcha sizga yaxshigina ball beradi. To'g'ri usulda ishlanishni ham o'rganing, faqat mana bunaqangi sal qisqartiribroq yozishda, ya'ni chiroyliroq yechim qilishni ham bir o'rgansangiz yaxshi bo'ladi. Endi bu gapim bilan sizni chiroyli yechim qilmaydi demoqchi emasman, faqat bunaqa usulda ham yozib ko'ring, balki sizga ham yaxshiroq ball berishar. Shunaqa yozganingiz uchun. Endi reaksiyani yozib oldik, tenglab oldik va miski nitratni mana oxirga yozyapman. Nima uchun? Chunki miski nitratni o'zi parchalanganda miski oksid hosil bo'ladi. Boshiga yozganim yo'q, ya'ni boshida mana bu yerda miski nitratni mana bu yerda parchalandi deb yozgandan ko'ra mana miski nitrat oxiriga yozib qo'ydim. Endi dastlabki konsentrlangan nitrat kislota bilan kirishgan misni x mol deb oldik. U bilan reaksiyaga kirishgan nitrat kislota 4x bo'ladi. Suv 2x hosil bo'lyapti, azot to'r oksid 2x hosil bo'lyapti, miski nitrat xohlasangiz molni toping, x hosil bo'lyapti va undan x mol miski oksid hosil bo'lyapti. Ikkinchi reaksiyada 3 mol mis sarflangan uchun 3y bo'lyapti, kislota 8y, hosil bo'lgan suv 4y, azot to'r oksid 2y va miski oksid 3y bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Azot to'r oksid 2x ekan, unda kislorod topish uchun 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Mana 4x azot to'r oksiddagi kislorod bo'lyapti. Azot 2 oksid 2y bo'lyapti. Unda kislorodni o'zi 2y bo'ladi. Mana bu 2y azot 2 oksiddagi kislorod bo'lyapti. O'sha hosil bo'lgan gazlardagi kislorodni qo'shib 0,8 ga, mis 2 oksidlarda moli x + 3y ni 0,7 ga tenglab oldik. X 0,1, y 0,2 chiqdi. Mana shu joyda aytib ketay, o'zi siz mana bu ikkita reaksiyani yozishingiz kerak. Bu birinchi va ikkinchi reaksiyalar. Undan keyin pastda 3-reaksiya qilib miski nitratni parchalanish reaksiyasini yozishingiz kerak. Men to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'ydim. Miski nitrat tepada x hosil bo'lyapti, pastda 3x hosil bo'lyapti. Umumiy 3y hosil bo'lyapti. Umumiy x + 3y hosil bo'lyapti. Keyin pastda yozishingiz kerak miski nitratni parchalanishi, o'sha miski nitrat tepasiga x + 3y qo'yib, miski oksidni demak moli topilishi kerak. U ham x + 3y bo'ladi. O'zi mana shunday topish kerak edi. Men mana bu yerda qisqaroq ko'rinishda yozib ketganman. Endi mana shu joyda boyagi gapimizga qaytamiz. X 0,1, y 0,2 chiqdi. Bo'ldi. Endi bitta topishda boshlaymiz. Birinchisi x ni aniqlang. X nima masala bo'yicha? Nitrat kislota eritmasining massasi. Demak, bizga nitrat kislotaning massasi kerak birinchi navbatda. Nitrat kislota birinchi reaksiyada 4x bo'lgan uchun mana x ni, ya'ni 0,1 ni 4 ko'paytirdik. Bu 4x bo'lyapti. Ikkinchi reaksiyada 0,2 ko'paytiruv 8, bu 8y bo'lyapti. Umumiy nitrat kislota birinchi reaksiyada 4x, ikkinchisida 8y qo'shsak, x y o'rniga qiymatini qo'yib 2 mol nitrat kislota sarflangan. Buni massasini topishni 60 ko'paytiramiz. 126 gram nitrat kislota sarflangan. Mana shu nitrat kislota eritmasida 40% bo'lsa, 100% eritma qancha bo'lishini topdik. 300 gram bu nitrat kislota eritmasining massasi chiqdi. Birda javobi, demak 300 gramda o'zi ekan. Ikkinchisi y toping. Y nima? Misda massasi. Birinchi reaksiyada x mol mis, ikkinchisida 3y mol mis. O'sha x ga 3y ni qo'shib qo'ydik. Mana x y o'rniga sonini qo'yib 0,7 mol umumiy mis bo'lgan ekan, 64 ko'paytirsak massasi chiqadi 44,8 gram. Uchinchisi azot to'r oksid hajmini toping. Azot to'r oksid ikkinchi reaksiyada chiqyapti, uni 2y deganimiz uchun 2 ni y ga 0,2 ko'paytirdik. 0,4 mol azot to'r oksid azot 2 oksid chiqqan. Uni hajmini topish uchun 22 to'r ko'paytirsak normal sharoitda 8,96 litr bo'ladi ekan. To'rtinchisi misning erish paytida hosil bo'lgan azot to'r oksidning massasi. Azot to'r oksidni biz reaksiyada 2x deb olganmiz. Shuning uchun molini, ya'ni 2 karra x ni 46 ga ko'paytirsak massasi kelib chiqadi
9,2 gram azot toroksid ekan. 5-si 300 gram savolni o'qiyapman-ku. Oxirgi aralashmada suvning massasini toping. Suv qayerdan kelyapti? Qarang, ikkala reaksiyada suv hosil bo'lyapti va bundan tashqari reaksiyada sarflanmayapti. Suv shu joyda ham aytib ketaylik, suvning massasi kamaymaydi, faqat ortadi. Qayerdagi suvlar bor? Reaksiyada chiqayotgan ikkita suv va nitrat kislota eritmasidagi suv. Ana shu uchala suvni qo'shadigan bo'lsak nima bo'ladi? Umumiy suvning massasi kelib chiqadi. Nitrat kislota eritmasi 300 gram 100%, ya'ni 42% kislota bo'lsa, qolgan 58% suv bo'ladi. Mana bu 58 suvni foizi. O'sha suvni massasini topadigan bo'lsak 174 gram. 174 gram nitrat kislota eritmasidagi suvga reaksiyada hosil bo'lgan suvlarni qo'shamiz. Birinchi reaksiyada 2x suv hosil bo'lyapti, ikkinchi reaksiyada 4y suv hosil bo'lyapti. Mana shu x y ta o'rniga sonni qo'yib suvning molini topyapmiz-da, 18 ga ko'paytirsak, mana bu reaksiyada hosil bo'lgan umumiy suvlarning massasi chiqyapti. O'sha umumiy suvlarga nitrat kislota eritmasidagi suvni qo'shdik, 192 gram bu umumiy oxirgi eritmadagi suvning yoki oxirgi aralashmadagi suvning massasi bo'ladi. Oxirgisi y gram, ya'ni 0,7 mol mis deylik. Shuni 0,7 mol misni eritish uchun qancha sulfat kislota sarflanadi? O'zi sulfat kislota bilan mis reaksiyasini yozib oldik. Yozmishda reaksiyalarni to'liq yozishingiz kerak va to'liq tenglashtirishingiz kerak. Ba'zi joylarda tenglashtirganingiz uchun qo'shimcha ball beriladi. Shuning uchun tenglashtirib yozganingiz yaxshi va tartib bilan yozing iloji boricha. Demak, 1 mol mis 196 gram, ya'ni 2 mol sulfat kislota bilan kirishar ekan, 0,7 mol mis qancha sulfat kislota bilan kirishadi? 137 gram sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishar ekan. Keyingisi mana organik moddalarni reaksiyalari, o'zi organik reaksiyalar. Bularni qaysi reaksiya? Misol uchun izohda yozib ketsangiz bo'ladi. 42 da misol uchun birinchisi yangi, misol uchun 20-betda yozilgan. Xohlasangiz ana shunday yozib ketsangiz bo'ladi. Bu o'zingiz va boshqalarga foydali bo'ladi. Yoki qaysidir tushunmagan bo'lsangiz, Telegramda o'zimga yozsangiz bo'ladi yoki izohlarga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bu haqda ortiqcha to'xtalib o'tirish menimcha shart emas. Keyingisi temir kislorod atmosferasida yondirildi. Mana shu joydagi mana bu 4 ta reaksiyani ham qaysi biri qayerda yozilganini xohlasangiz yozib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun 2 bilan 4 kitobda yozilmagandir. Lekin 1 bilan 3 kitobda yozilgan bilishim bo'yicha qayerda yozilganini o'zingiz aytib ketsangiz bo'ladi. Demak, temir kislorod bilan reaksiya qilsa temir qo'sh oksid hosil bo'ladi. Buni boshqacha nomini izohga yozib ketsangiz bo'ladi. Temir qo'sh oksid yodid kislota bilan ta'sirlashganda eruvchanlik jadvaliga qaraysiz. Temir 2 yodidga minus deb qo'ygan parchalanadi. Temir 3 yodidga degan. Temir 3 yodid, temir 2 yodid va yodga parchalanadi. Adashmasam eski 11 da berilganmidi, shu narsa aniq esimda yo'q. Mis 2 yodidligi berilgandi lekin. Xo'p, shuning uchun mana temir qo'sh oksidni yodid kislota bilan reaksiyasida temir 2 yodid chiqardik to'liq va yod hosil bo'ladi temir 3 yodiddan. Bundan tashqari suv ham hosil bo'ladi. Reaksiyani yozib tenglab oldik. Endi mana shu yod aytayapti o'zi hosil bo'lgan oddiy modda, ya'ni yod qizdirilganda kaliy gidroksid eritmasidan o'tkazilibdi. Bunda qizdirilgan eritma bilan bilasiz, kaliy yodat va kaliy yodid hosil bo'ladi suv bilan birgalikda. 3-tajriba ekan. 4 hosil bo'lgan eritmaga mis2 sulfat qo'shildi. Kaliy yodid bor, endi yodat ham borki, uni reaksiyasi bu yoqda oksidlanish qaytarish ketmasa kerak, reaksiya bormasa ham kerak. Ikkalasi ham suvda eriydigan tuz bo'lib qoladi bilishim bo'yicha. Yana bir ko'ring, eruvchanlik jadvalidan yoki qidirib ko'ring. Bu yoqda kaliy yodid bilan reaksiya ketyapti. mis2 sulfat ishtirokida mis2 yodid chiqadi o'zi aslida. Bu ham eski 11 muftaqdan berilgandi. Bu parchalanib ketadi. mis1 yodid va yod hosil bo'ladi. Shuning uchun reaksiyada to'g'ri mis1 yodid va yod hosil bo'lyapti dedik. O'zi qarang, tushuntirish uchun, demak mis2 sulfat bilan kaliy yodid kirsa mis2 yodid va kaliy sulfat chiqadi. mis2 yodidni o'zi to'g'ri aytdim. Hozir mis2 yodid bilan kaliy sulfat chiqadi. mis2 yodidni o'zi mis1 yodid va yodni hosil qiladi, ya'ni shunga parchalanib ketadi. Reaksiya mahsulotlarini yozib tenglab oldik. Ikkinchi savolda so'rayapti, 8,4 gram temir reaksiyaga kirishganda qancha mahsulot chiqadi? Ha, mana shu narsani ham aytib ketay. Birinchi tajribani siz mana bu kislorod bilan reaksiyani mana bu yerda to'liq yozishingiz kerak. Men to'liq yozmaganman. Men reaksiyani chap tomonda tenglab olganim uchun koeffitsentlari bilan shunchaki ko'chirib qo'ydim o'zimga kerakli ikkita moddani. 3 mol temir kirishganda 1 mol temir qo'sh oksid hosil bo'lar ekan. Ya'ni 168 gram kirishganda 232 gram qo'sh oksid hosil bo'ladi. 8 temir kirishganda 11,6 gram qo'sh oksid hosil bo'ladi ekan.
To'rtinchi tajribada miski sulfat 32 gram sarflangan bo'lsa, oddiy modda, ya'ni yodni massasini toping. Bunda ham o'zimga kerakli ikkita narsani ko'chirib oldim. Nima berilgan? Miski sulfat, nimani so'rayapti? Oddiy modda, ya'ni yod. Ana shu ikkalasini shunday koeffitsiyentiga mos ravishda ko'chirib oldim. 2 mol miski sulfat sarflanganda 1 mol, ya'ni 254 gram yod hosil bo'ladi ekan. 32 gram sarflanganda qancha yod hosil bo'lishini topdik. 25,4 gram yod hosil bo'ladi ekan. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.